Oxirgi paytlarda ko'plarning izohiga sabab bo'lgan mana shu videoni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Internet tarmoqlarida tarqagan videoga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lgan prezident Tramp kutub olish marosimida yosh qizlar ro'molsiz sochlarini o'ynatayotganini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bunga izoh bormi? Bu savolga javobni esa odat sifatida ko'rsatishdi. Bu raqsning ismi Al-Ayyala bo'lib, bunday tantanalar islomdan oldin arab qabilalarida urf odat bo'lib, bunday odatlar go'zallik, erkinlik va hukmdorlarning ko'nglini olish uchun uyushtirilgan. Hozirgi paytda boy Fors ko'rfazi mamlakatlarida ayrimlar qadimgi urf odatlarini tiklamoqda. Masalan, shunga o'xshash g'arb mehmonlarini hayratda qoldirish sifatida. Albatta, bu tadbir ko'plarning salbiy fikriga sabab bo'ldi. Chunki islom bo'yicha ayollar nomahram erkaklarga sochlarini ko'rsatishi hech qanday holatda oqlanmaydi va bu faqatgina urf odatdir, deydi Al-Arabiya muxbiri. Men esa bu videoga hech qanday izoh bera olmayman, lekin bir hadisni aytib o'tishim kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydi: albatta har bir ummat uchun bir sinov bor. Mening ummatimning sinovi esa mol dunyodir. Termiziy hadisi.